nimadir yetishmas nimalar rozdek haftada shanba yo jumalar rozdek shuncha andishalar ginalar rozdek bu dunyoda senga yo men ortiqcha nima desammikin aqlim yetmaydi qanchalar o'ylamay aqlim yetmaydi kechib ketay desam shahdim yetmaydi bu dunyoda siz kam yo men ortiqcha bu ne savdo ekan daromadi yo'q bu ne vafo ekan halovati yo'q bu ne dunyo ekan adolati yo'q bu dunyoda sen kam yo men ortiqcha Kamila, to'xta. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Umuman boshqa narsa. Menga ishon. Men ko'rgan narsamga ishonaman. O'zi shu qizni necha kundan beri sizga gapirayotgan edim-a? Ha, to'g'ri. Lekin u qiz ham sen uchun harakat qilayotgandi. Hozir senga bir narsa ko'rsataman. Kutib turgin. Kerak emas. Nimaga u men uchun harakat qiladi? Gapingizni o'ylab gapiring, nima demoqchisiz o'zi? U qiz bilan biz senga sovg'a tayyorlatgandik. Hozir aytsam, senga umuman qizig'i qolmaydi. Men sizdan buni so'radimmi? Menga sizdan hech narsa kerak emas. Yaxshi. Seningcha men kupa kunduzi u qiz bilan ishxonada quchoqlashib o'tirgan ekanmanmi? Men ko'rgan narsamni aytyapman. Ko'rgan narsang umuman boshqa narsa. Agar unaqa bo'lib chiqmasa, uyalib qolmaysanmi? Men emas, siz uyalasiz. Zafar aka, tinchgina hammasini tugata qolaylik. Men bunaqa xiyonatkor odam bilan yashamayman. Hozir kutib tur, men uni chaqirib kerak emas. U bilan kelishib olgansizlar. Nima, men ahmoqqa o'xshaymanmi? Endi sizga umuman ishonmayman. Sizni qanaqaligingizni bilib bo'ldim. Siz men kutgan inson emas ekansiz. Zilolani uncha yoqtirmayman. Lekin qo'lida ishlashga majburman. Na iloj. Bilaman. Men ham yaxshi taniyman u ayolni. Menga ham unchalik yoqmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz. Har kuni bitta erkak bilan o'tirib olib, ish buyurgan. Ish buyurishdan boshqa hech narsani bilmaydi. Ishchilariga sal dam berayam demaydi. To'xtang, hozir kim bilan dedingiz? Bitta erkak bilan-da, tanimayman. Har kuni birga o'tirib olishib, kechgacha gaplashib o'tirishadi. Keyin qo'l ushashib, qayerlargadir ketishadi. Qo'l ushashib? Tinchlikmi? Men bu odam emasmi? Ha, xuddi shu odam. Siz taniysizmi bu odamni? Megajon. Seni o'ldiraman. Tinchlikmi? Bu odam sizga kim bo'ladi? Erim bo'ladi. Siz ularni aniq ko'rgansiz-a? Siz meni guvohim bo'lasiz. Yuring, men bilan bir joyga borasiz. Ko'rinishiga qaraganda jiddiyroq narsani so'raysizmi deyman? Juda ham jiddiy narsani so'ramoqchiman. Siz Ayda bilan ajrashmoqchimisiz?
Buni o'zim aytolmadim. Esingizda yo'qmi? O'zi aytgandingiz. Men lekin esimda edi. Mast holatimda ham men yaxshi eslayman. Men sizga bunaqa demaganman. Yo'q-e. Balki bu gapni Aidadan eshitgandirsiz. Aida ikki gapini birida siz bilan ajrashmoqchiligini aytaveradi. U bilan kelishib olganmiz. Ajrashamiz debmi? Yoki o'yin qilamiz debmi? Aida ham homilador ekan, shu ham rostmi? Yaxshi. Hammasi tushunarli. Bekorga umid qilib qo'yibman-da. Nima umid? Tushunmadim. Mayli, qo'yavering, o'tib ketadi. Boshladingizmi endi? Teng oxirigacha gapiring. Men sizni yaxshi ko'rib qolgandim. Sizga turmushga chiqmoqchi edim. O'ylab qarasam, chuchvarani xom sadabman. Hammasi xom xayol ekan. Men sizga bu haqda ogohlantirgandim-a? Esimda. Rostdan ham Ayda bilan ajrashishni aytingiz yo'qmi? Ya. Yaxshi. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Bo'ldi. Ko'p siqilaverma. Bandalik ekan. O'zi Yulduzni men ham yaxshi ko'rardim. Nima qilaylik endi? Umri qisqa ekan. Yulduzning o'limida o'zi asosiy aybdor. Zilola. U o'sha paytda Yulduzga bu taklifni bermaganda, balkim hali ham yashayotgan bo'larmidi. Odamlarning hayotiga aralashaverib, charchab ketmaydimi-kina? Zilolaning shunaqa fe'li borligini endi bildim. Lekin siz ham o'sha paytda yolg'onni rosa qotirdingiz. O'lmagan odamni o'ldi deb meni aldadingiz. Ko'rdingizmi? Xudoning ishlar bilan o'ynashib bo'lmaydi. Sizlar hammanglar bir bo'lib meni aldadinglar. Meni kechiring. Avval sizni qanaqaligingizni bilmasdim. Sizni yaqindan taniganim sari bu uchta dugonani orasida eng vijdonlisi siz ekansiz deb o'ylab qoldim. Chunki Yulduz ham yo'q, mayli qo'ying. O'tib ketgan odam orqasidan gapirmaylik. Demak, Zilola Yulduzni chet elga jo'natishni erimga aytgan. Erimga esa bu taklif yoqqan. Bundan Zilolaga nima naf? Zilola o'zi birovlarni baxtini ko'ra olmas ekan. U meni ham erimga osilib yurganini eshitib qoldim. Yo'q. Kim aytdi buni sizga? Yaqinda bilib qoldim. Keyin o'zim shu narsaga amin bo'lib qoldim. Uni qo'lida ishlagan bir ayol menga hammasini aytib berdi. U bizga shuncha ishlar qilsa ham nima, biz jim o'tiraveramizmi? Nima qilsak bo'ladi? Nima qilsak bizning hayotimizga aralashmaydi? Unga gapirib tushuntirganning foydasi yo'q. Amalda biror nima qilishimiz kerak. Uni eri bormi o'zi? U salkam 1 yildan beri hammani aldab yuribdi. Sinasini hayotida yashab yuribdi. Hattoki ichki ishlarni ham aldayapti. Shu sirni dalil isboti bilan ichki ishlarga yetkazish kerak. Shu ishni men qilaman. Menga shu Zilola haqida ko'proq ma'lumot bering. Tinchlikmi qizim? Nega yig'layapsan? Men ularni ko'rib qoldim. Kimni ko'rib qolding? Ochiqroq gapir. Zafar akani ko'rib qoldim. Ishxonalariga ovqat olib borgandim. Xo'sh, Xonasiga kirsam, bir qiz bilan quchoqlashib turgan ekan. to'xta. Ochiqroq gapir. Rostdan shunaqa bo'ldimi? Ha, jon shunaqa bo'ldi. Balki qanaqadir vaziyat bo'lgandir.
Zafarja unchalikka bormasa kerak. O'zi o'sha qiz menga yoqmayotgandi. Ko'nglim sezgandi. Yo'q. Menimcha sen adashyapsan. Hozir Zafarga qo'ng'iroq qilaychi. Telefoni ham o'chiq. Menimcha siz telefon qilishingizni bilib o'chirib qo'yganlar. Qizim, ishxonada har xil vaziyat bo'ladi. Yomon xayolga boravermagin. Hozir kelsa o'zim gaplashib qo'yaman. Oyijon, ular baribir tan olmaydilar. Tan oladimi, yo'qmi, kesin aniqlashtiramiz. Podadan oldin chang chiqarmagin, qizim. Kimdandir eshitganimga ham ishonmasdim. Oyijon, men ham ko'rganimni aytyapman. Bo'pti, xonangga kir. Kiyimingni almashtirib chiqqin. Bor. Nimaga telefonni o'chirib qo'ydi ekan-a? Oya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Keliningiz uydami? Ha? Ketib qoldi deb qo'rqib ketdingmi? Yo'q, nega qo'rqaman, oya? U hozir kelib menga bor gapni aytdi, o'g'lim. Sen ahmoq nima ishlar qilib yuribsan-a? Keliningiz noto'g'ri o'ylayapti. U qiz bilan o'zi men Kamillaga bir sovg'a tayyorlayotgandik. O'sha qizni oyog'i toyilib ketib, o'sha payt qo'lini ushlab oldim. Xo'sh. O'shani ko'rib, keyin yolg'on narsalarni gapirib berdi sizga hozir. Xotining yoshda bolam. O'zi nimaga uni ofisga jo'natdingiz, oyi? Ay. Hozir ham ketaman deb qo'ymadi, zo'rg'a olib qoldim. Yoshda, ko'rganiga ishonadi bolam. U bechora seni oldinga ovqat olib borsa-yu, seni gapingni qara, ahmoq. Hozir oldiga kirib chiqay. Yo'q, to'xta. Hozir kirsang, aniq urushib ketasizlar. Hozir yaxshisi sen ishingga ket. Kechqurun kelganingdan keyin o'zinglar gaplashasiz. Men ungacha ancha jahlidan tushirib qo'yaman, xo'pmi? Bo'pti, bo'lmasa oyi. Aytib qo'ying. Arzimagan narsaga ham rashk qilavermasin. Aha. Rashk qilgani yaxshi-yu, bolam. Undan tashqari hali yosh, sal narsaga qizishib ketaveradi. Endi o'g'lim, o'zimiz tarbiyalab olamiz-da. To'g'ri aytasiz, oyi. Mayli unda. Men ishga bora qolay. Bo'pti, yaxshi borib kel. Kamila. Qizim? Kamila. To'xta. Menga qara. Nimaga indamaysan? Bu yerda nima qilayotganding? O'zimni tekshirtirishga kelgandim. Yana aldayapsan-a?
Demak, sen rostdan ham homiladorsan. Bolani otasi kim? Xavotir olmang. Bolani otasi sizni eringiz emas. O'sha kuni sizga nima degandim? Eringizga shunchaki shantaj qildim dedim-a? Ha. Men shunaqa qilgandim. Chunki eringiz sodda odam deb o'ylagandim. U o'zini senga shunaqa ko'rsatgandir. Menga to'g'risini ayt. Bolani otasi kim? U rostdan erimmi? Faqat to'g'risini ayt. Yo'q. Eringiz emas. Agar eringiz bo'lganda, siz taklifingizga rozi bo'larmidim? O'zingiz o'ylab ko'ring-chi. Yo'q, baribir shubham bor. Bolani oldirasan. Nima? Siz kimsiz o'zi? Mening hayotimga aralashadigan? Bu bola tug'iladi. Agar juda ishonmayotgan bo'lsangiz, tug'ilgandan keyin DNK qildiramiz. Yaxshi. Unda shunaqa qilamiz. Agar rostdan ham men o'ylagan narsa bo'lsa, seni qamoqda chirtaman. Yo'q. Siz qamatasizmi? Juda katta gapirmayapsizmi? Nima? Tanishlar faqat sizda bormi? Shu paytgacha siz bilan gaplashgan hamma suhbatlarimizni yozib olganman. Meni juda ham ko'p haqorat qilgansiz. Hatto hayotimga ham tahdid qilgansiz. Mayli, agar muammolarimiz politsiyagacha yetib boradigan bo'lsa, qamaladigan men emas, siz bo'lasiz. Juda ham yaramas odam ekansan. Ha. Aqlli odamlar o'zi shunaqa ko'rinadi. Sen aqlli emassan. Sen odamlarni muammosidan foydalanib pul ishlaydigan odam ekansan. Hoynahoy, hozirgi suhbatlarimiz ham yozilayotgandir-a? Albatta. Unda meni eshit. Agar qorningdagi haromini otasi meni erim bo'ladigan bo'lsa, seni qamataman. Bunga kuchim yetadi. Sudda seni mana shu audio zapislaring ham hech narsa qilib bera olmaydi. Polis bilan u yerdagilarni ham sotib olmoqchimisiz? Agar bola rostdan ham eringizniki bo'lganda, siz menga bermoqchi bo'lgan narsalaringizni 10 barabarini allaqachon eringizdan olgan bo'lardim. Ha, balki hozir ham shunaqa qilayotgandirsan. Ha? Nimaga tirjayapsan? Hech qayerga qocha olmaysan. Kerak bo'lsa seni har kuni kuzataman. Demak, bu yerga ham meni kuzatib kelibsiz-da? Yo'q. Lekin bundan keyin har kuni shunaqa bo'ladi. Agar eplay olsang meni taqibimdan qochishga harakatingni qil. Yaxshi. Unda siz ham bu bola tug'ilguncha sabr qiling. Nimaga yig'layapsan? O'zim qadrimga, o'zimga rahmim kelyapti. Xo'sh, nimaga o'zingga rahming kelyapti? Charchadim. Nimaga charchaysan? Hammasiga bir o'zim kurashishdan. Balki nima bo'lganini aytarsan? Ayta olmayman.
Xullas, seni qanchalik unutishga harakat qilsam ham baribir unuta olmayapman. O'zimni ko'p chalg'ityapman, lekin bu qo'limdan kelmayapti. Ko'p xatolar qildim. Senga nisbatan, kumushga nisbatan. Shunaqa xatolarim bor. Ularni to'g'rilab bo'lmaydi. Ba'zilarini esa to'g'rilashning iloji bor. O'sha xatolarimdan bittasi seni ranjitganim. Agar menga yana bir marta imkon bersang, men Roziman. nima deding? Roziman dedim. Sizga yana imkon beraman. Bu odamni xijolat qilib qo'yding-ku. Yaxshi, bo'lmasa yur, biror joyga boramiz. Shu yerda o'tirgim kelyapti. Mayli, unda shu yerda o'tiramiz. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Jamila, balki endi aytarsan. Nima yig'layapsan? So'ramang. Xo'p, mayli, so'ramayman. Lekin xavotir olyapman. Meni rostdan ham qattiq yaxshi ko'rasizmi? Buni hatto tasavvur ham qila olmaysan. Bilaman, bu gaplarimga ishonmaysan. Lekin rostdan shu oxirgi bir oy qanday o'tganini bilmay qoldim. Oxirgi marta ko'rishganimizda meni tinch qo'ying deganding. Sen avvallari bunaqa demasding. O'sha kundan beri oldinga bora olmadim. Keyin axiri yurak yutib bugun keldim. Agar xo'p desang, bunaqa yurgandan ko'ra turmush qursak nima deysan? Menda gapingiz borligini eshitib, o'zim oldingizga keldim. Tinchlikmi? Biz bechoralarni yo'qlab qopsiz? Yo'q. Kop-katta restorani bor ayol bechora bo'larkanmi? U joy o'zimniki emas-ku. Lekin baribir sizchalik emasman. Qarang, shunaqa chiroyli salon sizniki. Agar Oybek menga ham shunga o'xshash narsa berganda, yaxshi bo'lardi. Lekin u nuqul begonalarga sovg'a qilish yaxshi ko'radi. Siz bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Oybek, bu salonni sizga sovg'a qilganini aytyapsizmi? Shuni aytibman. Menga uni o'zi aytdi. O'zi bu salonni sizdan olib menga bermoqchi edi. Lekin men olmadim. Axir bunaqa salonni ochish yoshligingizdagi orzungiz bo'lgan ekan. Siz ham yoshligingizdan ko'p narsalarni orzu qilganmisiz deyman. Masalan, birovni hayotiga aralashish, birovlarning baxtini ko'ra olmaslik yoki begonani eriga suykalish. Og'zingizga qarab gapiring. Meni kimlarga o'xshatyapsiz? Ha? O'zingizni bosib oling. Erim bilan yaxshigina aloqangiz borligini eshitdim. Aloqam bo'lganini eshitgandirsiz. Lekin hozir yo'q. To'g'risini aytaman. Eringiz meni oldimga ish bo'yicha bir necha marta kelgan. Agar shuni eshitgan bo'lsangiz, noto'g'ri eshitibsiz. Erimni sizda qanaqa ishi bo'lishi mumkin? Nega meni aldayapsiz? Menga qarang. Agar sizni oldingizda uyaladigan joyim bo'lganida, yoningizga kelib o'tirmasdim. Hatto ko'zingizga ham tik qara olmasdim. Men haqimda kim bilan nima haqida gaplashgansiz bilmadim-ku. Lekin juda ham noto'g'ri ma'lumotlar yig'ibsiz. Singlingizni hayotida yashayotganingiz ham noto'g'ri xabarmi? Buni sizga kim aytdi? Eshitdim. Shu narsa rostmi? Hammani aldab yurganingiz, hattoki ichki ishlarni ham. Hammani aldasam ham ularni aldolmayman. Shuning uchun hammasini ularga borib aytganman. Bundan qo'rqadigan joyim yo'q. O'zingizlarcha
meni nozik joyimni topdim deb o'ylayapsizlar-da? Lekin yo'q. Endi bu meni nozik joyim emas. Buni endi hamma biladi. Mayli, men endi bora qolay. Ha aytgancha, eringizdan men haqimda yaxshilab so'rab bilib oling. U meni emas, sizni yaxshi ko'radi. Besh daqiqa ofisda bo'lmagandim. Nima to'polon bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Nega unda suvga tushgan mushukdek so'ljib turibsan? Eshitdim-ku. Ishxonaga kelin kelib ketganmish. Rosa urishibsizlar. Kim aytdi buni sizga? Osiyo aytgani yo'q. Boshqasi aytdi. Uni ham og'zida gap turmas ekanda. Nima bo'ldi o'zi? Aka, bu er-xotin orasidagi gap. Sizga shunchalik qiziqmi? Yo'q. Qiziq emas-u, ish qilib ishga aloqasi yo'qmi? Shuni bilmoqchiman. To'ychi ko'rdingmi? Meni ham uylantirib qo'ying deyotganding. Uylansang shunaqa bo'lib qolasan. Shuning uchun menga o'xshab bo'ydoq bo'lib yuraver. Bo'ydoqlik boshqacha-da baribir. Aka, ko'zimga ko'rinmay turing iltimos. Hozir umuman yoqmayapsiz. Albatta yoqmayman-da, chunki haqiqatni gapiryapman-ku. Agar aqling bo'lganida uylanmas eding. Nima qilarding yosh umringni xazon qilib? Ja 10 gulingdan bir guling ochilgan deya olmayman-ku. Hayotga baribir menchalik tayyor emassan. Siz tayyor bo'lsangiz, nega uylanmagansiz? Senga pochcha bo'lish osonmi, ukam? Ha, to'g'ri. To'xtang. Nima, siz bu gapingiz bilan opamga uylanmoqchimisiz? Yaxshi niyatda, ukam. Keyin sizni pochcha deb chaqiramanmi? Ilohim niyatingga yet. Yo'q, aka, sizdan tuzukroq pochcha ham chiqmaydi. Bu nima deganing? Agar men seni pochcham bo'lganimda, hamma ishlaring yurishib ketgan bo'lardi. Hozir ham ishlarim yaxshi. Ha endi aytdim qo'ydim-da. Aka, iltimos. Ozgina yolg'iz qoldiring. Mayli. To'ychi? Unda sen shu yerda turaver. Men tashqarida bo'laman. Nimaga to'ychi? U ham siz bilan ketaversin. To'ychini oldida o'zingni yolg'iz his qilasan, ukam. Bilasanmi nimaga? Chunki u gapira olmaydi. Bo'pti. Men ketdim. Kerak bo'lsam, xonamda bo'laman. Sizni xonangiz yo'q, aka? Ha endi aytdim-da. Bo'pti. Seni toming joyidami? Bu nima deganing? Murodga turmushga chiqaman deysanmi? Ha, oyi. Buni qaror qilib bo'lganman. Iltimos sizdan aralashmang. O'z qizim jar yoqasiga qarab ketadi-yu, men aralashmaymanmi? Ha? Sen qiz bu ketishda meni aqldan ozdirasan. Nimaga aqldan ozasiz, oyi? Yaqinda o'g'lingizni to'yini qildingiz-ku? Nima unga mumkin? Menga mumkin emasmi? Chunki u o'g'il bola. Yo'q-e. Agar men ham o'g'il bola bo'lganimda, meni sevganimga uylantirgan bo'larmidingiz? Hozir buni nima aloqasi bor? Siz faqat o'g'illaringizni o'ylaysiz. Qiz bola bo'lib bir marta bir narsa so'rasam, burnimdan chiqarib olasiz. Chunki o'g'illarim senchalik jinni emas. Nima qilayotganini yaxshi bilishadi. Menimcha Murodni senchalik hech kim bilmasa kerak. Sen qanaqa qilib bu ishni qilmoqchisan, qizim? Ha? O'zi qayerdan chiqdi bu narsa? 10 yil oldin chiqqan. Oyi, o'sha paytda meni tushunganinglarda edi. Hozir shu ahvolga tushmagan bo'lardim. Oyi, ortga yo'l yo'q. Men unga javobimni aytganman. Yo'q.
unga turmushga chiqmaysan. Men hozir telefon qilib otangga ham aytaman. Agar o'sha Murodga turmushga chiqsang, seni oq qilaman. Oyjon, oq qilasizmi, ko'k qilasizmi, endi menga umuman farqi yo'q. Endi meni hayotimga aralashishga umuman haqqingiz ham yo'q. Asli adashmadim shu yo'lni tanlab. Horming? Siz nimaga o'sha kuni Osiyoni ayolim dedingiz? Men surishtirdim, bunaqa emas ekan u. Qo'yil. Bir pasta surishtirdingizmi? Oybek to'g'ri aytibdi. Nima degandi? Ayolim bir narsani tutsa, oxiriga qizmay qo'ymaydi degandi. Xo'sh, sizga qanaqa tushuntirsam ekan, ha? Xullas, Oybek bilan oranglar buzilib ketmasligi uchun o'sha kuni qo'limdan kelgancha harakat qildim. Nima bo'lsa gapirdim. Ha, Osiyo meni ayolim emas. Lekin men o'sha vaziyatda nima deyishni bilmadim. Sizlarni oilalarni saqlab qolish uchun gapirdim. Keyin Oybekga telefon qilib, hazil ustida seni bolang ekan deb aytdim. Biz o'zi shunaqa hazillashib turardik. Aynan o'zi shuni so'ramoqchi edim sizdan. O'sha kuni Oybek akam bilan suhbatinglarni hammasini eshitib qoldim. Ha, aytdim-ku, biz o'zi shunaqa hazillashib turamiz. Siz ko'p ham shubhalavermang. To'g'ri, avvallari Oybekni qizlarga suyagi yo'q edi. Bunga o'zim guvoh bo'lganman bir necha marta. Lekin hozir unaqa emas. Bilmayman. Qaysi biringlarga ishonishni ham bilmay qoldim. Menga ishoning demayman. Xohlasangiz ishoning, xohlasangiz o'z bilasiz. Ochig'i, sizlarning oilalarni buzilib ketishi menga foyda ham, zarar ham keltirmaydi. Faqat orada bola yetim qoladi xolos. Shuni do'stingizga tushuntirib qo'ying. Men ularning xiyonatini bilaman, lekin hammasiga ko'z yumganman. Yaxshi. Men yana ko'rishib unga tushuntirib qo'yaman. Xo'p, yaxshi. Uzr, sizni bezovta qildim. Ay. Sen o'ylab gapiryapsanmi? Qanaqa to'y? Bilasan-ku uni kimligini? Oddiy to'ydagi to'y. Nimaga qarshi bo'lyapsan? Murod bilan qanaqadir o'rtalarda aloqa paydo bo'ldimi? Jinni bo'lib qoldingmi? Qanaqa aloqa? Agar bu narsani xohlaganimda, allaqachon bu ishni qilgan bo'lardim. Balkim shunaqamikin. Jamila bo'ldi. Hozir o'zimga javob bera olmayman. Ayt, o'zi nimaga o'zidan o'zi bu qarorga kelding? U bilan munosabatimiz bo'lgan, yana nasib bo'lgani uchun to'y qilyapmiz. Umring kaltaki ish bilan o'tib ketadi. Murodmi? Nimalar deyotganingni tushunyapsanmi? Murod haqida gapiryapsan. Agar Murod meni ursa, men uni o'zini qaytarib uraman. Singlim nima uchun o'lib ketdi deb o'ylaysan? Chorasiz qolganidan, charchaganidan, senga o'xshab aldanganidan. Qo'ysangchi, Murod unaqaga bormaydi. Unaqa inson emas u. Jamila, hali ham senga qog'ozga o'rab aytyapman. Zilola, sen meni fikrimdan qaytarmoqchimisan? Qo'ysangchi. To'xta. Sen yana Oybekka jahl qilib bu ishni qilmayapsanmi? Nega jimsan? Yo'q. Qaysi Oybek haqida gapiryapsan? 1-2 kunlikmi? Murodga uni tenglashtirma. Aldolmaysan. Qani menga qarachi. Ko'zlaring aytib turibdi. Shunchalik sevib qoldingmi Oybekni? Jinnimisan, qo'ysangchi. Bu gaplarni qo'ygan. Oybek Aidani javobini beribdi. Nima? Ha, ahmoq. Rostdanmi? O'zi sezgandim. O'zingni o'zing sotib qo'yding.
Nima qilay? Boshqa yo'lim qolmadi. O'zim Murod. Shunaqa o'yinchoq qilishga loyiq odam. Lekin seni o'ylayapman-da, sen ham singlimsan-ku. Keyin orqaga yo'l yo'q. Uni panjasidan chiqib keta olmaysan. Iltimos, unga turmushga chiqma. Undan faqat o'lib qutulasan. Va'da berib qo'ydim. Va'damizdan chiqishim kerak. Oybekka keladigan bo'lsa, ha, men unga jahl qilyapman. Nimaga uni qilayotganimni ham bilmayman. Balkim ular yaqin do'st bo'lgani uchundir. Nima bo'lsa ham, mayli, yaxshilikka. Yaxshilikka bo'lmayotgani aniqda. Peshonamdan ko'raman. Tegma shunga. Uni o'zim odam qilib olaman, hech xavotir olma. Uf, to'xting, qayerga ketyapsiz? Nima deganing? Bu ishga qayerga borishim mumkin? Bugun menga vaqtingizni ajrating. Shu narsani o'zim ham juda xohlayman, lekin ishda katta yig'ilishim bor. Shu ishingiz tugamaydi hech. Ana o zavod mavzusi ham tugamayapti. Ozgina sabr qilib turgin, keyin senga bir kun emas, 2 kun vaqt ajrataman. Bo'ladimi? Ishonmayman, aldaysiz. Yo, rostdan javob 2 kun senga. Yetadi? Hey, xohlasang yu ishxonaga men bilan. Yo'q. U yerda Osiyo bor. Hozir ko'rsam u bilan urushib ketaman. Keyin siz ajratib yurasiz yana. Ha. Uyda o'tirgani yaxshi. Uyda o'tirgandan ko'ra magazinga boraman. Bolamizga narsa sotib olaman. O'g'il qizligin bilmayman deganlik-ku. Yo, bilaman. Voy, yo'q, bilmayman. O'g'il bolaga alohida, qiz bolaga ham alohida kiyim olib qo'yaman. Ha. Bora qol, mayli. Xohlaganingcha kiyim qil. Pulsizmi? Kartangiz tashab keting. To'xting. Voy, anaqa to'xta, u yerda pul ko'p. Yo'q. Voy, bertir. Yo'q. Bertir. Nima kamini bermoqchimi? Mana olagin. Bo'ldi, bu ham bo'ladi. Mana buni ham olib qola bo'lmasa. Yo'q, o'zingizga qola qolsin. Ha, rahmat. Juda ham saxiysan. Siz o'zi ko'p pulni nima qilasiz? Hech narsa. Pulingiz ko'payib ketsa, klub diskotekalarga borasiz. Sizni bilaman. Yo, men u yerda tekin yuraman-ku. Pul ishlatmayman. Qachon klubga borganimni ko'rding? Ha, o'tgan yili esingizda yo'qmi Shuhrat aka bilan? Shuhrat aka bilan klubga borganmanmi? Ha? Shunday qo'zatibman bormi meni? Tavba qildim. Klubdan zo'rg'a sudrab olib chiqqandim. Ha. Shunday O'tgan yil edi u. To'xtasan odammi? Ha, o'tgan yilmidi? Mayli. Hozir to'g'ri yo'lga qaytganman. Ay. Bugun ham kamida ichib kelsangiz kerak. Farzandli bo'laman deb rosa bayram qilsangiz kerak-a? Men o'zim umuman ichmoqchi bo'lmayman, to'g'risi. Sen o'zing eslatib ishlab chiqarib olasan. Hozir ham esimga tushirib qo'yding. Endi hozir men borib nima qilishim kerak? Ichmaysiz. Uyga kirmaysiz ichsangiz. Uyga kirmaymanmi ichsam? Bo'ldi, ichaman unda. Oybek aka. Hazillashdim. Bo'pti. Ha. Yaxshi ko'rishingizni ayting. Nima? Nimaga? Xo'p, aytaymi? Keyin aytaman. Mana simot quzib oling. Xafa bo'ldim. Yo'q, xafa bo'lma. Bo'pti, to'xta. Nima? Yaxshi o'tir. Bor. Bo'pti, yaxshi boring. Aytolmasak ham menda baribir. Boring. Bo'ldi, xo'p.
Ha, nima bo'ldi? Nega asabiylashyapsan? Siz haqingizda yana eshitib qoldim. Siz nimaga yana Zilola bilan ko'rishib yuribsiz? Buni qanaqa tushunishim kerak? To'g'ri tushun. Endi sen dastingdan kim bilandir ko'risha olmaymanmi? Bu ayolni yaqindan tanisang, unaqa demagan bo'larding. Uni yaqindan taniganim sari sizdan nafratlanib ketyapman. Zilola bilan ishlaydigan ayol kelib, sizlar haqingizda aytdi. Zilola bilan ko'rishib bu haqda so'rasam, tan olmayapti. Menimcha siz ham yana tan olmasangiz kerak. Ha, tan olmayman. Chunki sen noto'g'ri narsani eshitgansan. Safiya, men haqimda noto'g'ri o'ylashni bas qilgin. To'g'ri, Zilola bilan avval gaplashgandirman, lekin hozir faqat ish yuzasidan ko'rishishimiz mumkin. Buni keyinchalik o'zing tushunib yetib olasan. Men ayollar bilan ish yuzasidan ham ko'rishingizni xohlamayman. Bilasiz, bir odatim bor. Agar bir narsani sezsam, tugatib tashlab ketaman. Men o'sha nimanidir sezayotganga o'xshayman. Undan keyin men indamay jim yuradigan ayol emasman. Meni tushungandirsiz. Nimaga bu haqida onamga aytasan? Seni Tomi joydami? Kimga ham aytaman boshqa? Hammasini rasvo qilibsan. O'zimizni oramizda qolsa bo'lardi-yu. Qolmaydi o'zimiz oramizda. Nima, men sizni xiyonatingizni hammadan berkitib yurishim kerakmi? Nima deding? Qanaqa xiyonat? Nimalar deyapsan o'zi? Nima bo'lmasa? Nima u? O'sha qiz edi-ku. Shunda bu ish sizni tilingizda mehribonchilik bo'ladimi? Gapiring. Bo'ldi qil. Sen ko'rgan narsang umuman boshqa narsa edi. Men ko'rgan narsa xiyonat edi. Xiyonat emas edi. Xiyonat edi. Kamila. Siz hozir menga qo'l ko'tardingizmi? Uzr, kechirasan. Jonim, urmoqchi emas edim. Tegmang menga. Yomon tegmadimi? dengizida dog' ko'nglini yuvolmagan yolg'izlar, ketma ket sinovlar oxini quvolmagan yolg'izlar, qalbsiz yashar qalbini olib ketdi bir nomard, bir sevib boshqa hech kimni sevolmagan yolg'izlar, bir sevib boshqa hech kimni sevolmagan yolg'izlar. Ey yolg'izlar, oh yolg'izlar, ey yolg'izlar, oh yolg'izlar.